Lekin Termiz uy bozori arzonlashlar sizlarga Termiz shahri Turon bankning yonidan 4 qavatli eski uylarning birinchi qavatidan umumiy maydon 56 kvadrat bo'lgan ikki xonali uyimizni ko'rib chiqamiz. Kattagina koridor ko'rib turganingizdek tashqi eshik. Remont qilish kerak arzonlashlar. Eng muhimi lokatsiyasi yaxshi joydan bo'lyapti. Biznesmen akaxonlar uchun ertaga bemalol birinchi qavatdan bu yoqdan noturar bino qilib tushirsa bo'ladi. Ya'ni qo'shnilari mana shunaqa qilib tushirgan, ya'ni biznesmenlar uchun yaxshi taklif bilan chiqyapmiz. Koridorga kelishimiz bilan to'g'rimizda katta mehmonxonasi ko'rib turganingizdek kondisionerlari bor, tashqi derazalar akfaga almashtirilgan. Juda va yaxshi variant bo'lyapti. Lokatsiyasi juda yaxshi joydan. Narxini nech pul deysizmi? Narxini 300 million so'm deb baholadik. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Endi esa katta mehmonxonasidan chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda biza dushovoy bilan hojatxonasi bitta joyda ko'rib turganingizdek. O'rtacha remont qilish kerak azoblanishlar. Bu yoqda esa kuxnasi, aristonlari bor. Bu yoqda aynan kuxnini balkonga ko'chirib qo'yibdi. Gazlari mavjud. Aytib o'tganimizdek, narxini 300 million so'm deb baholadik. Yanada kelishadigan joylari mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda raqamlar qoldirilgan. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.